Tezkor xush xabar. Bahodir Jalolov xonadonida qiz farzand dunyoga keldi. Assalomu alaykum. Xabarlardan birinchilardan bo'lib, xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik professional chempion bokschi Bahodir Jalolov ota bo'lganini ma'lum qildi. U qizaloq farzandini bugun xonadoniga olib kelgani aks etgan videosini o'z Instagram sahifasiga joyladi. Chempion post ostida quyidagi samimiy so'zlarni yozib qoldirdi. Birgina tuyg'u bor. U seni butunlay boshqa odamga aylantiradi. Bugun men o'sha tuyg'uni his qildim. Bu ham bo'lsa otalik deya ma'lum qildi Bahodir Jalolov. Mittigina jajji mehmonga ota-onasi Raniya deb ism qo'yishdi. Ushbu quvonchli lahzada bokschining barcha yaqinlari ishtirok etdi. Bahodir Jalolov va qizi Raniyani yaqinlari tantanali ravishda kutib olishdi. Xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.